Xorazmda 70% oshxona yoki bo'lmasa fast food xonalari nazaridan qochadigan eng oddiy marketing hiylasini hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Bu marketing hiylasi aroma marketing deb aytiladi. O'zi aroma marketing nomi. Aroma marketing bu mijozlarga hid orqali ularning psixologiyasiga ta'sir etib, sotuvni oshirishga yordam beradigan marketing strategiyasi hisoblanadi. Aroma marketing asosan kafe, oshxona yoki bo'lmasa fast food xonalari uchun juda yaxshi effekt beradi. Endi sizlar bilan aroma marketingni foydali taraflarini ko'rib chiqamiz. Aroma marketing eng birinchi foydali tarafi bu marketingni ishlatish uchun bizdan hech qanday budjet talab etilmaydi. Ikkinchi foydali tarafi esa effekt tez hamda juda oddiy bo'lib o'tadi. Uchinchi foydasi esa sotuvni oshiradi hamda mijozlarning kayfiyatini yaxshilashga yordam beradi. Endi buni nishatib ishlataman deb savol bersangizlar, qaranglar. Agar sizlar kafe yoki oshxona yoki fast food xona faoliyati bilan shug'ullansangizlar, prosta tak shu fast food tayyorlash jarayonida chiqadigan hidni tashqariga chiqarish yo'lini o'ylab topishlaringiz kerak. Ya'ni yaqin atrofdan o'tib qo'yadigan mijozlar yoki bo'lmasa sizlarning klientlaringiz shu hid orqali ularning ochlik hissiyotlari paydo bo'lib yoki bo'lmasa kofeni yoqimli hidi orqali ularga kofe ichish hissiyoti paydo bo'lib, orqali sizni oshxonangizga tashrif buyurishlari bo'lishi mumkin. Bundan sizlarda hech qanday budjet ajralmaydi, lekin effekti juda yaxshi, samarali bo'ladi. Yana nechik turdagi faoliyat uchun marketing strategiyalari kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar.